Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan OneID tizimidagi parol loginlarimizni maksimal darajada himoya qilishni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xo'p, qani boshladik. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz App Store yoki Play Marketdan OneID ilovasini yuklab olamiz. Bundan, ya'ni birinchisi. Tasdiqlash. Akkauntga kirgandan keyin birinchi qiladigan ishingiz ikki bosqichli kodni yoqib qo'yasiz. Hozir buni afzalligini tushuntirib o'taman. Ikkinchisida saytga kirib olamiz. Birinchi o'rinda pastdagi qism orqali parolni yangilab olasiz. Bunda jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsion raqami va telefon raqami kerak bo'ladi. Telefon raqamingiz sizning pasportingizga olingan bo'lishi shart. Yuborganingizdan keyin SMS orqali sizga yangi login va parol beriladi. O'sha login parol orqali kirib olamiz. Login va parolni kiritganingizda ikki bosqichli kod so'raydi. Bunda har 30 soniyada kodlar o'zgaradi. Kirganingizdan so'ng oxirgi qismdagi nastroyka bo'limidan parolni almashtirish, bunda loginingizni o'zgartirasiz va parolingizni ham o'zgartirib qo'yasiz. Videoni yo'qotib qo'ymasligi uchun videoni saqlab, do'stlaringizga ulashib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.